Yo Alloh, bu proyektning chiroyliligini qaranglar. Oppoq keltirib qo'yilgan kelinchakka o'xshaydi, qarang go'zalligini. Mana buni shart-sharoitlariga nima deysizlar? Mana bu yoqdagi basseynlar, mana bu yoqda badminton, bu yoqda basketbol, mana bu yoqda kinoteatr bor. Qo'ni qo'shnilaringiz bilan futbol ko'rasizmi kechasi, kino ko'rasizmi? Mana bu yoqda esa o'tirib dam oladigan alohida joyi bor, mana ko'ryapsizlar-a? Xullas, Dubayda Motor City'da qurilyapti bu proyektimiz, ya'ni poygalar, avtomobil poygalari, Formula 1 shunga o'xshagan musobaqalar o'tkaziladigan rayon hisoblanadi. Ijaraga talab juda yuqori, ayniqsa musobaqa bo'ladigan paytlar bu yerda joy topish juda qiyin. Agar uy sotib oladigan bo'lsangiz, ijaraga berish ham juda qimmat narxda bo'ladi. Endi tasavvur qiling, yuqori qavatida mana bu Infinity basseynni ko'ryapsizlar, mana bu to'liq. Ya'ni uzunligi 50 metrdan uzun basseyn, juda ham baland. Xuddi mana shu basseynda cho'milib Burj Xalifa manzarasini tomosha qilish mumkin. Va aynan shu kabi basseynda cho'milib odamlar 100-150 dollar to'lashga tayyor o'rtoqlar. Bundan tashqari kirish qismiga e'tibor beringlar. Mana bu yoqdagi sharsharami bu, nima bu? Qaranglar-da. Juda go'zal, juda chiroyli. Xullas o'rtoqlar, bu yerda boshlang'ich narxlar 230 ming dollardan boshlanadi. Yuqorisi yog'i 1 milliondan oshib ketaveradi. Men sizlarga hozir buni materiallarini ham ko'rsataman, qaranglar. Mana bu proyektimiz, nomi Velos Motor City'da. Mana ko'rishingiz mumkin, juda ham yuqori sifatli kafellar ishlatilgan. Ya'ni sizning oshxonangiz uchun, yuvinish xonasi va hokazo. Mana qurilishni tushunadiganlar buni juda yaxshi tushunadi. Ya'ni zar qadrini zargar biladi deganga bejiz emas o'rtoqlar. Mana ko'rishingiz mumkin, juda ham ajoyib, yuqori sifatli materiallar.